Jarayonni qulaylashtirish maqsadida taylarga podsetkalarni joylashtirganmiz. Biz pechni qo'yib qo'yiladi va ishchi zona keng bo'lib turaveradi. Mebelimiz bilan birga uyg'unlashib ketish maqsadida xolodilnik uchun joy tashlaganmiz. Assalomu alaykum, Ravza mebel obunachilari. Bugun Qo'shtepa tumani Do'rmon qishlog'idagi oshxona mebelimizni sizlar bilan qisqacha tanishib o'tamiz. Bu oshxona mebelimiz minimalizm uslubida tayyorlangan. O'lchamlari 3.60 ga 1.60 hamda balandligi 2.50 bo'lgan. Bu mebelimizning fasad qismiga akril materialdan, Kashtan firmasini sifatli akrildan foydalanganmiz. Oshxona-oshxolarni vakuumli qilib berganmiz. Ishchi zonasi uchun doskasi, stolitsnitsasi rossiyskiy 308 distansiyadan qo'yib berganmiz. Hamda g'aladonlariga mana shunday tandem mexanizmlarini, ya'ni skriti mexanizmlarini qo'yib berganmiz. Jarayonni qulaylashtirish maqsadida taylarga podsetkalarni joylashtirganmiz. Aksariyat hollarda ayollarimiz ishlatadigan pech ishchi zonani ustida joy egallab turardi. Biz bunga yechim sifatida pastga maxsus joy tashlaganmiz. Pechni qo'yib qo'yiladi va ishchi zona keng bo'lib turadi. Bu yerga mebelimiz bilan birga uyg'unlashib ketish maqsadida xolodilnik uchun joy tashlaganmiz. Hamda mijozimizni ortiqcha vaqtini o'g'irlamaslik maqsadida, usta chaqirib ovora bo'lmaslik maqsadida farq qismiga o'zimiz PVC mahsulotini bosib berganmiz. Ushbu mebelimizni narxiga to'xtaladigan bo'lsak, $1200 ga tayyorlab berganmiz. Hamda bonusiga televizor zonasi uchun mana shunday dekorativ tumbani tayyorlab berganmiz. Sizlarga ham mana shunday oshxona mebeli zarur bo'lsa, Ravza mebeliga murojaat qiling. Batafsil ma'lumot uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.